Injektor simlarimiz. Birinchi bo'lib uchtasini kesgan yaxshiroq, keyin yonidagi kesiladi. Nimaga bu to'rtinchi bo'ladi? Ikkitasi bet o'xshaydi, shuning uchun hammasini kesish mumkin emas. Chiziq o'tgani miyaga ketadi. Filtrni через antifriz orqali o'tkazib olishlik mashinani propanni yaxshi yoqib chiqarib olishiga yordam beradi. Shuning uchun ko'p holatlarda filtr ro'ziga trubka o'rab chiqarib ketishadi. Rekada turgan давление дополнительно qizib o'tib ketadi bu yoqqa. Nexia 3, Cobalt, Gentra mashinalarida ustanovkadan keyin agar akkumulyator uzib qo'ygan bo'lsangiz, mashina zavod bo'lmay qoladi. Sababi mana shu kalit o'qimay qoladi. Bu holatda prosta akkumulyator massasini или pilusini farqi uzib qo'yasiz va zamok ko'zini akkumulyator uzilgan holatda 7 marta ochib yopasiz. Ochasiz, yopasiz, ochasiz, yopasiz. Mana shu holatda bo'ladi. Undan keyin xudo xolasa bitta zavod bo'ladi. Bu boshqa mashinalarda ham kuzatiladi. Asosiy mashinalarda juda ham ko'p chiqadi. Kilitni tanimay qoladi-da, o'zini kalitini tanimay qoladi. Agar sizda toplivani, masalan, propanni ekonom qilish xohlasangiz, ustanovka jarayonida, masalan, ustalar uchun-da bu ma'lumot. Soplini 2 ga tekish kerak bo'ladi, propan bo'lsa. 1,5 litr oddiy motorlarga ketadi, 2 mm. Unda oltin gugurt agar filtr almashtirmasalar tiqilib qolish muddati bo'lishi mumkin, lekin mashina ancha ekonom qilib tashlaydi. Agar bagati bo'lsin, tortish zo'r bo'lsin, ideal holatda bo'lsin, bu narsa farsunka ham tiqilavermasin desangiz, 2.2, 2.3 gacha teshsangiz bo'ladi. U holatda yurishlari zo'r bo'ladi, lekin ekonom qila olmaysiz. Ko'p joylarda ustalarni ustanovkasi rasvo chiqishini sababi ham nima desa bo'ladi? Ularga yetarli darajada narsa olib kelib bermaganlaridan ham bo'lishi mumkin. Faqat ustalar o'ziga borib taqalmaydi. Bizda esa hamma narsa даже zavodlargacha bor. Kesib hamma narsani standart qilib beradi. Даже orqadagi profillargacha полный standart zavod kesadi. Oldida farsunkalar uchun ham uni o'zi kesib beradi bu yerda, shaybalargacha. Даже mayda-chuyda shaybalar ham nejaveka bo'ladi. Zanglamaydigan. Shuni hisobiga ustalarimiz normalniy pul to'lashadi bizga, shuning uchun ham erinmasdan, shoshilmasdan ideal qilib chiqariladi. Shuning uchun qimmatroq bizda. Gazmet Pro Service лучших выбор.